Qalaysan? Yaxshi. O'qishlaring yaxshimi? Ha. To'g'risini aytaymi? Seni bunaqa jasur qiz deb o'ylamagandim. Juda ham chiroylisan, beg'uborsan, boshqachasan. Buni avval ham aytganman, bilasan-a? Ammo jasurligingdan tilim kalimaga kelmay qolyapti. Hayron qolishingizni biluvdim. Go'zalim, har doim sen meni hayron qoldirgansan. Wow. Grami juda ko'p shekilli-a? Sotsak nech pul bo'lar ekan? Oyim o'tgan yili $4000 ga olgandilar. 50 millionga yaqin pul bo'ladi. Oying seni urishmaydimi? Men olmadim deb turaman. To'g'ri. Sen tan olmasang hech kim seni urishmaydi. Endi nima qilaman? Qanday yo'l tutishim kerak? Nima qilishim kerak? Ey Xudo, o'zing menga yordam ber. O'zing qo'lla. Nahot hammasi tugadi. Nahot oilamni tark etishim kerak. Bobur akaga hamma haqiqatni aytsammikin? Yo'q, aytolmayman. Bobur aka bilmagani yaxshi. Hech kim bilmagani yaxshi. Imi-jimida ularni tark etaman. Tamom. Dilxush. Boshqa choram yo'q. Ishonganim sensan. Iltimos. Bobur akamga turmushga chiqmaylimi? Ustoz, sizni o'zingizga biror bir psixolog kerakga o'xshayapti. O'zingizni bosing. Nimalar deyotganingizni bilyapsizmi? Bilyapman Dilxush. Yo'q, menga psixolog kerak emas. O'ylab, analiz qilib, qayta fikrlarimni sintezlab keyin senga aytyapman. Hozir sizga suv olib kelaman. Yo'q. Kerak emas, men yaxshiman. Bobur akam yo'qligida sen bilan gaplashib olay deyapman. Tushunding-a? Bobur akamga turmushga chiqasan. Ustoz, ungacha shirin gapirib o'zingga qaratasan. ustoz, siz o'zingizda emassiz. Bobur aka sizni qay darajada sevishlarini bilasiz-ku. Bilaman. Lekin sen yoshsan, mendan chiroylisan. O'zingga qarata olasan, uni sevdira olasan. Ustoz, siz meni sinab ko'ryapsiz-a? Yo'q. Men shunga majburman. Hammasi tugadi. Yaqinda ketaman. Keyin qaytib kelmayman. O'shanda sen Bobur akamga turmushga chiqishing kerak. Qayerga ketasiz? Ustoz, meni jinni qilmang. Aytdim-ku, hozircha aytolmayman. Ammo men tamom bo'lgan odamman.
Bolalarim to'g'ri ketdi. Lekin men uchun ular hali ham bolada. Shunga ularni begona ayol qo'lida qolishini istamayman. Men ketgandan keyin Bobur akamga sen turmushga chiqasan. Shuning uchun ham seni tanladim. Ataylab qilyapsiz-a? Men Bobur akani yaxshi ko'rganim uchun shunaqa qilyapsiz-a? To'g'ri tushuning. Men Bobur akani inson sifatida, yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi ota sifatida havas qilib yaxshi ko'raman. Sizni juda ham e'zozlaganlari uchun, ustozimni turmush o'rtog'i bo'lgani uchun yaxshi ko'raman. Bu siz o'ylagan muhabbat emas. Bundan keyin muhabbat bo'lsin. Men seni ustozingmanmi? Ha. Shogird ustozni aytganlarini qilishi shart. Agar aytganimni qilmasang, ishdan bo'shaysan. Ustozim nega unaqa deyapti? Yoki meni sinab ko'ryaptilarmikin? O'zi Bobur aka yaxshi inson, rosa havasim keladi deb shu gapni ko'p aytvordim-da. Balkim rashkka kelib shunaqa deyaptilarmikin? Ha, yo'q-ey. Ustozim eng malakali psixolog bo'lsa, men bitta gapimni deb bu holga tushmasalar kerak. Yo'q, bu yerda aniq bir gap bor. Yoki erlariga xiyonat qilganmikinlar? Xiyonat qilib, vijdonlari qiynalib yuribdi. Shuning uchun ketaman deyaptilar. Yoki boshqasini sevib qoldilarmikin? Menimcha aniq boshqasini sevib qolganlar. O'sha bilan ketmoqchilar. Tavba. Diloram Hamidovna o'z oilasidan kechib ketvorsa-ya. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Zuhra opa siz bo'lasiz. Ha, men. Marhamat, kirishingiz mumkin. Sizni kutyaptilar. Rahmat Xo'p, sizga. sog' bo'ling. Dilxush. Ha. Opangiz keldimi? Ha, kelganlar. Haligi yonlarida mijoz bor edi. Yaxshi. Menimcha boshqasini topib olganlar. Hayotida biz yo'qmiz. E'tiborni tortishga harakat qilib ko'rdingizmi? Ha. Lekin baribir boshqachalar. To'g'risi tasvirlab bera olmayman. Hattoki bolalar ham ko'zlariga ko'rinmayapti. Eringiz avval oilaparvar erkakmidi? Ha, albatta. Sevishib turmush qurganmiz. Men va bolalarim tugul ota-onasini ham ta'minlardilar. Hozirchi? Hozir hatto ota-onalarini ham unutganlar. Eringiz boshiga biror bir tashvish tushmadimikin? Yo'q. Men kimnidir topib olgan deb o'ylayapman. Bu ketishda ajrashib ketsak kerak. Zuhra, ajrashishga shoshilmang. Yaxshisi turmush o'rtog'ingizni Bobur Azizovga uchrashtirib qo'ying. Eringizni qanaqadir jiddiy muammosi borga o'xshayapti. Sizga kelaversak bo'lmaydimi? Zuhra, erkak kishi bilan erkak kishi gaplashgani ma'qul. Mayli-ku,
Lekin ular kelmaydilar-da. Siz amallab olib keling. Biz albatta yordam beramiz. Tushkunlikka tushmang. Mayli. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Kuzatib qo'yaman. Mayli, xayr. Yaxshi yetib oling, Zuhra. Ey Xudoyim. Samira nimalar yozgan? Voy sho'rim. Voy bu yoq qanday bo'ldi? Voy. Samira! Ha, oyi. Bu yoqqa kel. Muncha baqirasiz, oyi. Nima telefonim tutkilayapsiz? Shohjahon kim? Akaxonim. Nima? Qanaqa akaxoning? Ko'chadagi akaxonim. Voy sho'rim. Hali sen mushtay bo'lib ko'chada akaxoning bormi, a? Kim u? Nega pul berding unga, a? Gapir. Qanaqa pul olib borib berding? Gapir dedim. Ne telefonimni tutkiladingiz? Men seni onangman. Tutkilayman, tekshiraman, ko'raman. Haqqim bor. Kim dedim senga u? Gapir! Bo'ldi, oyi. Voy, nima gap yana? Nima bo'ldi? Nega baqiryapsan? Tinchlikmi o'zi? Gapir u. Ha, gapir. Qizingizni ko'chada akaxoni bormish. Akaxoni? Qanaqadir pul olib chiqib beribdi. Dadasi, o'zingiz gaplashing qizingiz bilan. Qani qizim? O'tirchi. Oying qanaqa pul haqida gapiryapti? Yegulikka, ichimlikka, tushlikka ketadigan pulni aytyaptilar. Ha, umi? Ko'chadagi akamga, akamda yaqin bo'lib ketgan o'rtog'imga ovqat olib bergandim. Mayli qizim, yaxshi qilibsan. Bo'pti, mayli, bora qol. Dilorom. Keling. Ha, tinchlikmi? Nega buncha shoshib qolding? Nega shoshaman? Birdan kirib kelganingizga shunaqa tuyuldi shekilli. Bilmasam. Lekin xuddi o'zingni xiyonat ustida ushlangan ayoldek tutding. Nimalar deyapsiz, yo'q-e? Lekin nimanidir yashirayotganga o'xshaysan. Yo'q. Birdan kirib cho'chitib yubordingiz-da. Haligi mijozingiz yo'qmi? Yo'q. O'zing tuzumsan? Ahvolingni bilay degandim. Yaxshiman. Yaxshiman. Sen baribir o'zingni g'alati tutyapsan. Xuddi mendan yashirayotgan siring bordek.
Qanaqa sir, nimalar deyapsiz? Sir sizdan sir yashirib bo'ladimi? Axir bittada bilib olasiz-ku. Shu bilib qo'yyapman-da. Mayli, yaxshi ishlang. Men achchiq kofe o'zimga damlang. Siz yaxshi ishlang, xo'p? Dilxush. Dilxush. Xullas, bugun psixologga bordim. U eringizni muammosi bor dedi. Menga hammasini rostini ayting. Shuncha pul qayerga ketyapti, a? O'zingizni mashinangiz qani? Hamma narsani bilishing shart emas. So'rayvermagin. Voy, nimaga so'ramayman? Bir oydan beri mashinangiz yo'q-ku. Necha marta aytishim kerak ustaxonada deb. Voy xudoyim, yo'q. Bir oy ham mashina ustaxonada yotadimi? Undan keyin hali yangi mashina bo'lsa, olganingizga endigina 3 yil bo'ldi. Men senga necha marta aytdim, so'rayvermagin deb. So'rayman. O'ynashingizga berib yordingizmi? Kimni topib oldingiz o'zi, a? O'ynash? O'ylab gapiryapsanmi? Gapiring. Yoki giyohvand bo'lib qoldingizmi? Jinnimisan? Yo'q, qani? Mashina qani? Shuncha pul qayerga ketyapti, a? Bo'ldi, so'rama. Ey, Xudoyim, ey. Dadasi, Ha? Samira bilan yaxshilab gaplashing. Juda o'zgarib qolgan qizingiz. Menmi? Nimani gaplashaman? Sen gaplash. Sen onasisan, sirlash. Ha, ja menga sirini aytadi-da. Meni ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q. A desam B deb turadi. Mundoq sal yaxshi gapir. Qachon qarasam urushgan. Hozir u shunaqa yoshda. Unga yaxshi gapirish kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Menga baribir yorilmaydi uningiz. Meni dushmanidek ko'radi. Sizga aytadi dardini. O'zingiz gaplashing. Bo'pti. Gaplashaman. Qumor o'ynadingizmi? ey, so'rama. So'rama degandim-ku sendan. Pul kerak dedimmi? Tamom. Mashinangni sotamiz. Nima? Qanaqasiga mashinani sotasiz? Meni mashinam kreditga olingan. Ana o'zingiz ustaxonada yotgan mashinangizni soting, tushundingizmi? Oyi, singlim uxlamayapti. O'g'lim, ozgina qarab turgin, hozir kiraman, xo'p? Xo'p. Men bu narsaga o'lsam ham rozi bo'lmayman. Birinchidan, meni mashinam kreditda. Sota olmaysiz. Agar ikkinchidan gaplaringiz rost bo'lsa, ana ustaxonada yotgan o'zingiz mashinangizni soting. Zuhra, meni ham tushungin. Krediti bilan oladigan odam topdim. Insofingiz bormi o'zi? A? Yo'q, nima bo'ldi sizga? Menga bundoq ayting, yoriling. Oxirgi marta mana shu uyga qachon non ko'tarib keldingiz, a? Yoki bolalarim yesin deb qachon oxirgi marta go'sht ko'tarib keldingiz?
Elektrga pul to'lamaganingizdan 2 kundan buyon qorong'ida o'tiribmiz. Dadasi, o'zgarib qolgansiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa chidolmayman. Ketaman, tushunarlimi? Ertaga mana shu yuzda meni qoramni ham topolmaysiz. Ish. Padaringga la'nat. Olinglar, olinglar. Choyingdan qo'y. Qani, tez-tez ye. Dadajon, nima uzatay? Yo'q narsa. Negadir ishtaham yo'q. Voy. Ye bo'ldingmi? Bo'l. Tur. Maktabga kech qolasan, bolam. Xo'p, rahmat oyi. Samira, choyingni ichib bo'ldingmi? Mana ularni sumkangga sol, maktabda yeysan, qizim. Sinfda sasitib yeymanmi? Voy tavba. Nega sasiydi? Bu yerda sasib qoladi olib ketmasang. Qolib ketsa, uvol bo'ladi. Ha, aytgancha, choyingni ichib bo'ldingmi? Bor, yotoqxonaga chiqib, o'tgan yil olgan katta tilla zanjirim bor-ku, o'shani olib chiqib ber. Nima qilasiz u zanjirni? Voy, Azamira xolang o'g'lini uylantiryapti. Kechqurun to'yga boramiz. Kiyimlarimni olganman. Zanjirim esimdan chiqib qopti. Bor, olib chiqa qol qizim. Bo'ldimi? Yemaysizmi dadasi? Yemayman. Mayli, o'zim tez-tez yig'ishtirib qo'ya qolay. Bolalar shunaqa, oxirigacha yemaydi, olib ket desang, olib ketmaydi ham. Samira, bo'ldingmi? Hozir oyi. Emillamasang-chi, bo'la qol. Kelyapsanmi o'zi? Boshqasini taqa qoling. Nima qilib turibsan? Olib chiqib bermaysanmi? Voy tavba, olmaganingni qara qizim. To'xta. Zanjir qani? Sen yo'qligini bilding-a? Ochib ham ko'rmasdan hatto boshqasini taqing deyapsan? Qani zanjir, Samira? Men qayoqdan bilay, oyi? Qizim, tag'in sen biron joyga taqib borib yo'qotib qo'ygan bo'lmagin-a? Qayoqqa ham taqaman u zanjirni. Zanjir qani? Nima qilding? Ha? Nima qilding? Bilmayman oyi, balki o'g'ri tushgandir. Oho, aldama meni. Bilmayman oyi. Ey, menga qara. O'g'ri tushsa, bitta shu zanjirni olaman, shuncha narsa turib. Zanjir qani dedim senga? Nima qilding? Qani zanjir? Ay, top zanjirni. Nima qilding dedim senga? Qani zanjirni? Qani? Qani dedim senga? Nima gap? Top zanjirni. Nima qilyapsan? Nima qilding? Voy, tegma, urma. Nima qilding? Qoch. Qo'y boring. Agar aytmasang, yo'q dedim senga. Hammasi Chiqsangchi. sizlarsiz. Topsin zanjirimni. Mana shu qizni siz erkalatmaysiz. Shang'iliysan, ovozingni o'chir. Zuhra. Zuhra? Nega yo'qotmading? Qanisan? Zuhra?
Endi nima qilaman? Boshi berk ko'chaga kirib qoldim. Chiqib keta olamanmi? Zuhraga agar aytsam, borma. Ikki dunyoda ham men bilan yashamaydi. Ey Xudo, endi nima qilaman? Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Va alaykum assalom. Dilxush. Haligi menga mijozlarni ro'yxatini bering. Mana shuni ichida. Dilxush, bugun juda ham ochilib ketibsan. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Bobur aka, nima ichasiz? Xonangizga nima olib kirib beray? Yo'q, rahmat. Hech narsa kerak emas. Tushunarli. Yaxshi ishlang. Rahmat. Dilxush. Shundoq ham kimgadir turmushga chiqishing kerak-ku. Bobur aka yaxshi variant. Nega jimsan? Nega gapirmaysan? Bobur akani ko'ngliga yo'l top. Ustoz. Nima? Ishdan bo'shashing mumkin. Men kun bo'yi o'tirganing uchun 6 million to'lash niyatim yo'q. Bu yerga aslida 3 million desam ham qizlar yugurib kelib ishlaydi. Zuhra? Tushing. Gaplashib olaylik. Meni sizda gapim yo'q. Zuhra, meni tushungin. Mayli, mashinaga tegmayman. Men o'ylab ko'rdim. Haligi uyni garovga qo'yib pul ola qolaman. Men bilan notariusga borsang bo'lgani? Ha? Nima? Endi uyga o'tdingizmi? Ey, menga qarang. Xushingiz joyidami o'z sizni? Boring, tushing mashinadan. Siz bilan ajrashaman. O'z oxirgi paytlarda toqat qilib bo'lmay qoldi sizga. Tavba, na meni, na bolalarni, na ro'zg'orni o'ylaysiz. Undan keyin o'zim bemalol bolalarni boqa olaman. Ajrashamiz. Zuhra, Men sizga aytdim, tushing mashinadan deb. Bolalarga ham aytdim, uyga bormanglar deb. Buvsinikiga borishadi, bizni kutib o'tirmang. bu nima deganing? Nimaga tushunmaysiz, Akrom aka? Siz bilan yo'llarimiz ayro. Zuhra, meni ham tushungin. Iltimos. Men sizni shuncha payt tushunishga harakat qildim. Ammo siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Yoki menga hamma gapni aytasiz, yoki siz bilan ajrashamiz. Bu hafta Bobur Umarovichning qabullariga yozila olmaysiz. Hamma kunlari bandlar. Siz kelasi haftaga yozilishingiz mumkin. Yo'q, bizda kela olmay qoladigan mijoz yo'q. Bo'ldi, unda kelasi hafta dushanba soat 9 ga sizni yozib qo'yaman. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsizlar. Diloromxon xonalaridami?
Ha, Dilfuza opa sizmisiz? Ha, men Dilfuzaman. Soat 14:00 ga yozilgandik. Hozir. Dilorom Hamidovna mijozingiz keldilar. Kiraverishsin. Xo'p bo'ladi. Siz o'zingiz koridor bo'ylab kirsangiz, o'zlari kutib oladilar. Mayli. Sen bor, kirib chiq. Sizlar o'tirib turinglar. Qani? O'tir qizim. Mumkinmi? Labbay. Keling opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q, o'tirmayman. Sizga nega kelganimni aytmoqchiman. Xo'sh. Uydan $4000 tilla zanjirim yo'qoldi. Qizim nimadir qilgani aniq. Lekin nima qilgan, qanday yo'qotgan, shuni aytmayapti menga. Yaxshiyam gapirdim, urdim, urushdim, lekin foydasi bo'lmayapti. Iltimos, balki u sizga aytar. O'zingiz gaplashib ko'ring. Xo'p. Bo'lmasa men qizimni chaqirib kelaymi? Yo'q, shoshmang. Birga chiqamiz. Yuring. Zuhra. Kel, sal o'ylab ko'raylik. Shartmi shu psixologga borish? Shart. Zuhra, sen meni tushunsang bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men sizni tushunishga harakat qilyapman. Lekin siz menga hech narsani tushuntira olmayapsiz. Aytmayapsiz. Aytyapman-ku. Nimani aytdingiz? Ko'rdingizmi? Darrov tilingizni yutasiz. Endi aytyapman-ku. Xo'p, nimani aytdingiz? A? Sizga bergan savollarim millionta. Birortasiga javob berdingizmi? Shuning uchun ham psixologga borishimiz shart. Balki mendan yashirgan sirlaringizni ularga aytarsiz. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Tanishib olamiz. Men psixolog Dilorom Azizovaman. Siz? Samira. Samiraxon. Necha yoshsiz? 16 da. Samiraxon. Keling. Mana shu saqichingizni olib qo'ysangiz. Rahmat. Samira, nima deb o'ylaysiz? Ota-onangiz sizni nima uchun bu yerga, meni oldimga olib kelishdi? Bilmadim, lekin jin emasman. Bu yerga ruhiy kasallarni olib kelishmaydi. Boshqa variantingiz bormi? Boshqa variantim yo'q. Ha, aytgancha so'ramabman. Sharbat yoki choy? Kofe bormi? Qahva. Bor. Dilxush, bizga qahva. Sutli bo'lsa yaxshi bo'lardi. Davom etamiz. Ota-onangiz qayerda ishlaydi? Dadamning sexi bor. Onam bozorda kiyim sotadilar. Tadbirkor ekan-da. Demak, sizda hech qachon puldan muammo bo'lmagan. Shunaqa. Oyingiz yoki dadangiz sizdan pulni qizg'onishmaganmi? Ko'zlari biroz qisilgan. Yana tik qarayapti.
Demak, mendan hech narsani yashirish niyati yo'q. Qo'llari sochini ushlab turibdi. Suhbatimiz unga qiziq emas va meni nazar pisand qilayotgani yo'q. Lekin nimadandir alamzadalik bor. Qahva. Kel Dilxush. Marhamat. Dilxush, Ha, mana shuni qizlarga aytib dazmollatib ber. Tasvirga olish jarayoni bor. xo'p bo'ladi. Rahmat. Davom etamiz. Kim bilan ko'proq chiqishasiz? Dadangiz bilanmi yoki oyingiz bilanmi? Dadam bilan. Nega? Qizlar ko'proq sirlarini onasiga aytadi-ku. Bizda unaqa emas. Oyingiz bilan munosabatlaringiz uzoqlashishiga nima sabab bo'lgan? Janjallar. Kichkinaligimda bo'lgan. Yo'qmay qolgan bo'lsam keting. Opa, nima bo'lyapti? Hech narsa. Xonangga bor. So'ramang. Ko'zimga ham ko'rinmang. Keting o'sha buzuqini oldiga. Sekinroq. Samira eshitib qoladi. Eshitsin, bilsin, otasi qanaqaligini. Yo'qchi! O'chirmayman. Oyi, yig'lamang. Dadam qaytib keladi, yig'lamang, o'zim aytaman. Bor naryoqqa. Senga ham, otangga ham. Shundan keyin 2 yilcha davom etdi. Ota-onam urushardi. Ikkalasi har urushganda oyim menga baqiraverardilar. Samira, ukangiz, singlingiz bormi? Ha, ukam bor. Shuning uchun oyim doim menga baqiraveradilar. Demak, ikkita farzandsiz. Ha. O'sha ukam tug'ilgandan keyin dadam o'sha ayolnikiga ketib qolaverardilar. Janjallardan keyin oyingiz sizga yaxshi qararmidi? Har gal dadam bilan urushsa menga baqiraverardilar. O'sha odamni bolasisan, go'r bo'larmiding deb uyga qamab qo'yaverardilar. Ba'zan ovqat ham bermasdilar. Demak, oyingiz dadangiz alamini sizdan oldi. Shunaqa bo'lsa kerak. Samira, shu janjallar sabab oyingizni yomon ko'ra boshladingizmi?